Bu jamligi noqulay savollar. Hamma sevib turmush qurganmisiz? Albatta yo'q. Вот это поворот! Chuvib kelishgan. Dugonamdan chiqqanmiz aylanishga, konsertga borganmiz. Shu yerda o'tirganda chochim ikki taqli yuradi paytda. Shunda qilsam, o'ylariga osib qoldi ro'mol. Ilinib qoldi o'zimga qaytib keldilar. Sizlar jahlingizni chiqarib qo'ygan paytlari ataylabdan ovqatlarni solib, qanaqadir. Manavi kolxoz deganing uchun, manavi rais uchun e'tibor. Hammasi zo'r. Qanaqa qilib jazolagansiz? Jazolagani qanaqa? Oddiy, indamay yuraman. Necha kun? Bir kun, bir yarim kun keyin yana o'zimizdan o'zimiz gaplashib ketaveramiz. Haqiqiy o'zbekona ayol 55 yillik muvaffaqiyatli turmushi asosiy siri nimada? Mehr-oqibatda, shukroniylikda, boriga ko'nikib, yo'q bo'lsa indamay yurganmiz. Hech boshlaringizni o'rab, o'zingizni kasalga solganmisiz ovqat qilmaslik uchun? Mahalda bo'lib qoladi. Ishdan keyin charchab kelib qolganda shunaqa qilsam, opajon, sen yotib o'rgan tomoga men o'zim qilib qo'yaman, dirlar.